paralel beriladi va maydoncha beriladi va aparel ham beriladi. Masalan, endi bunga aparel qo'shaylik, chunki ularda birinchi dars bo'lgani uchun aparel qo'shganim yo'q. Misol uchun mana yo'l aparelda shu maydonchaga chiqib boradi. Ya'ni bunda aparelmi? Ana holatda aparel bo'ladi va o'yilganda ana holatda chiqadi. Demak, hozir o'yman tugatamiz. Darsda tezroq o'tiraman. O'tgan bir tushuntirganman. Ko'tarmani. Xuddi shunga o'xshagan ko'tarmasini qilaman. Keyin aparelni tushuntirib, ko'ndan telefon o'tamiz. O'z aparel nima degan? Maydonga chiqadigan joy, yo'l. Yo'l. Buni aparelni birga bu endi yo'limiz, aparel deb aytyapmiz, qiyaligi. Birga to'rt degani, mana masalan yo'l bo'ladigan bo'lsa, bir necha bo'ladigan, bir-birga ko'tarilganiga mana bu to'rtga teng bo'lyapti. Ya'ni mana birga to'rt bo'ladigan bo'lsa, mana shunga teng bo'ladi, mana qiyaligi. Tushunarli bo'ldimi? Birga to'rt qiyalida bo'ladi. Hozir mana shu joydan davom ettiramiz. Faqat sizlarga o'tgan safar ariqqa joy tashlaganimiz yo'q edi. To'g'rimi? Tashlasa ham bo'ladi, tashlamasa ham bo'ladi deganda. Bu guruhga ariqqa joy tashlagandi. Ariqqa tushuntirgandi. Demak, mana bu nuqta bor. Sizga mana shu nuqtani sizga mana bu nuqta bo'ldi. Endi sizlarni topishimizda, ya'ni mana bu 27 metr balandlikda 20 metrni kesdi. Mana 28 bor, 28 ni ketadi. 29 ni kesdi. 30 ni ketyapti. Qolganini 30 ni bahol beradi. Holatda bo'ladi. Bunda ham xuddi shu mana tabagram nisbatan gorizontal bilan tekislikning gorizontallari bir xil darajada kesishgan nuqtalarni aniqlash kerak. Buning uchun mana 27 bilan 27 kesishdi. 28 bilan 28 kesishyapti. Mana 27 bilan 27 kesishdi. 29 bilan 29 kesishdi. 30 bilan 30 kesishdi. 31 bilan mana 31 kesishdi. Agar buni qirada o'tgan bo'lsa, bizga qolgani shart emas mana. Mana holatda bo'ldi. Mazmun mutlaqo qoldi. Endi bu tomonga qaraymiz. Mana 27 bilan 27, mana 27 da 28 bilan mana 28 kesishdi. 29 shart emas, chunki mana qirada o'tyapti. Mana qirada o'tdi, 29 shart emas. 29 chizganini faqat chizib qo'yamiz bo'ldi. Mana qirada o'tdi bo'ldi. Endi bu tomoni 27 bilan agar 27 kesishsa, mana bu yerga ketadi. Mana bu yerga ketadi. Mana 27. 28 bilan mana bu yerga
ma'lum kesib o'tgan uchun bizga tugun nuqtamiz hosil bo'ldi. Tugun nuqtamiz bizga tugun nuqta mana biz tugun nuqtamiz bo'ladi. Mana bitta tugun nuqta, mana bu ikkinchi tugun nuqtamiz bo'ldi. Endi bu mana qirani, mana o'ymaning chegarasi, bu tomondagi o'ymaning chegarasi, bu uchrashib kesishgan joyi. Mana bizga mana shu tugun nuqtamiz bo'ldi. Tugun nuqta, mana bu tugun nuqtamiz bo'ldi. Tugun nuqta. Endi kerakli joyini qarinlashtirsak bo'ladi. Ya'ni qiram o'sha tugun nuqtagacha qarib bo'ladi. Bu yoq masalan qiram yordamchi qilib qo'ygan bo'lsak, mana shu tugun nuqtagacha qarinlashtirib bo'ladi. Bu tomoni ham mana shu tugun nuqtagacha qarinlashtirib bo'ladi. Bu tomonni uymaning chegarasi, ya'ni ana holatda chizildi. Bu tomonni ham holatda chizildi. Bu tomonni mana holatda chizildi. Demak, mana bu chizib bo'ldi hozir. Mana chizib bo'ldi. Mana bu chizib bo'ldi. Bizga. Mana chizib bo'ldi. Va mana bu chizib bo'ldi. Bizga mana chizib bo'ldi. Ham qarashni so'rayman. Mana oraliq masofasi bir interval joyda kelib turadi. O'ymamizni bajardik. Faqatgina ber shtrix shidali bor. Ber shtrix shidalni chizib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ber shtrix shidal o'zi nimasi? Ber shtrix shidal bu yuqori va past tomonlarni bildiradi. Yuqori va past tomonlarni. Masalan, mana o'ymaning chegarasi yuqorida, bu tomon pastda. Demak, yuqorida mana gorizontallarga perpendikulyar bitta qarinchi, bitta ingichka chizib. Mana holatda chiziladi. Bu tomonda bo'lsa, mana gorizontallarga perpendikulyar chiziq chiziladi. Biz ham mana bu tomoniga bitta qarinchi chiziq, bitta ingichka chiziqda Mana o'shaning oraliq masofasi bir xil bo'lishi kerak. orasi ixtiyoriy. Ixtiyoriy. Agar katta hududlarda katta chizma bo'ladigan bo'lsa, har bir mablag' chizmasdan har joyiga chizib qo'ysa ham bo'ladi. Tushunarli-ya? To'g'ri chizmasdan iloji chizib qo'ysa bo'ladi. Ustoz tasavvur etish kerak. Tamam. Tushunarli bo'ldimi? Hozir mana bu tushunib oling. Keyin yana qolganini davom ettiramiz. Faqat bajargan talabalar qonunga qarang. Mana bu qiyas mashrablarida qiyas mashrab. O'ymadan xuddi shunday qiyas mashrab qo'yiladi. Ya'ni bizda qiyas mashrab bitta qarinchidir, bitta ingichka chiziq olamiz. Ustoz, bizga variantlarga bizga nimasi beriladi shunday? Variantlarimizda shu variant qilib maydoncha beriladi, apparat berilgan, keyin mana ma'lumot beriladi. Qolganini mana holatda olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, 1 ga 1 yoki 2 ga 1 oladigan bo'lsa, yoki 3 ga 2 oladigan bo'lsa, mana holatda chizadi. Agarda birinchi raqami 1 ga teng bo'lsa, unda ma'lum chizishimiz shart emas. Tushunarli-ya? Nimagaki bir-birlik mana bu chizig'imiz bor. 1 ga 1 degani mana 1-1 teng. 1 ga 4 bo'lsa, 4-1 teng bo'lyapti. Masalan, 1 ga 1,5 bo'lsa, 1,5 ga teng bo'ladi. Birinchi qachon 1 bo'ladigan bo'lsa, qolgani agar 4 ga 3 ga 6 ga unday bo'ladigan bo'lsa, intervalni olishimiz uchun mana bu jadvaldan foydalanamiz.
chizish kerak. Bu tomon 2. Ikkalasini tutashgan joyi mana. Mana buni olyapmiz. Bir-birini ko'tarilgan joyini kesib o'tgan joy mana intervalni beryapti. O'ymaning intervalini tushunadi-ya. Agar masalan 1 ga 1 bo'ladigan bo'lsa, mana 1 ga 1 ikkalasini kesishgan joyi shu. Mana qiyaligi. Lekin interval mana bu. Qachonki og'iz burchaklarini aniqlayman, ya'ni ko'tarmaningmi, o'ymaningmi, aparelingmi, og'iz burchaklarini aniqlayman desang, unda mana shu jadvalda foydalansangiz qo'l keladi. Mana og'iz burchaklari. Gradsiga olganmiz. Tushunarli-ya? Og'iz burchaklari. Xo'p. Savollar bormi shungacha? Yo'q. Endi mana bu tomonda ham, masalan, mana bu tomonda qiyal maktablarni ishlayapmiz. Agar mana bu joyda xalaq beradigan bo'lsa, qarasang mana bu tomondan o'ymaga xalaq beradigan bo'lsa, unda mana bu tomonga tashqari tomonga chiqarib, xuddi mana shu yerda chiqadigan chizig'imizni mana bu tomondan ham chiqarib qo'ysak bo'ladi. Xalaq bermaslik uchun. Tushunarli-ya? Bizda ham xuddi tushunamiz. Keyin ikkinchisi, agar o'yma bilan chegarani mana gorizontaliga yaqinroq bo'lsa, intervallarni kamroq chiqaring. Masalan, mana qarang. Mana bu tomonimiz kattaroqmi? Interval ko'proq chiqyapti. Mana bu tomonimiz kichikroqmidi? Interval kamroq chiqyapti soni. Tushunarli-ya? Masalan, mana bu tomondan kattaroq bo'ladi. Uzunroq. Bu tomonimizda mana bu joyimizga chizib qo'yaman ozgina. Mana shu yerda endi mana bu joyimizda qirralari chiqadi, xalaq berishi mumkin. Shuning uchun bo'sh joyga xohlang bu tomonga chiqaring, xohlang bu tomonga chiqaring. Ahamiyati yo'q. Masalan, har tomonga chiqarsa ham bo'ladi. Mana bu chiqardingda. Xuddi shu tomon. Mana bu tomonga chiqarib olay, xalaq bermasin. Mana xuddi shu bu tomonga chiqarib xuddi shu chiziqni mana yerga chiqsam bo'ladi. Xalaq berish mumkin. Tashqariga chiqarib qo'ydi. Keyingisi, endi interval, xuddi mana intervalni olganda, intervalni olishim kerak. O'yma tomoniga mana bir interval joylashadi. Ariqdan bir interval. Ko'tarma tomoniga ariqqa joylashilmaydi. Chunki qor yomg'ir suvlari mana qurilish maydonchasiga xalaq bermaslik uchun ariqqa joylashadi. O'yma tomoni. Ko'tarma tomonida ariqqa joylashilmaydi. Tushunarli-ya? Demak, ariqqa joylashilmaydi, birdan to'g'ridan-to'g'ri intervalni olib ketadi. Ko'tarmani intervali demak mana. Ko'tarmani intervali 1 ga 1 ga shunda nechaga teng bo'ladi? 1 ga 1 bo'lsa 1 ga teng bo'ladi. 1 birlikka teng bo'ladi. 1 birlikka teng. Yoki mana shu ham 1 birlikka teng bo'ladi. 1 birlikka teng. Mana bu tomonni tushuntirib o'tlayman demak. 1 2 yana kerak bo'lsa davom ettiramiz. Masalan, mana bu. Mana tomonni necha metr balandligi mana shu joyga? 26 dan balandroq. Mana necha bo'ladi? Pastroq. 26. 26. 26. 25 24. Demak bu hatto tushib bo'ladi mana. Bir interval joylashsa, mana 27 bo'lsa 26, 25, 24 hatto tushib ketadi. Tushunarli-ya? Xo'sh, bu tomonimiz ham mana. Doska kichkina bo'lgani uchun kichikroq yozyapman. Mana doska kattaroq bo'lganda kattaroq yozadi. Endi mana bu joyda chiqarganda mana bu tomonga joylashtirib qo'yaman.
joyini, horizontallarni, tekislik horizontallarni o'zaro kesishgan joyida mana 26 bilan mana 26 ni kesishgan joyida qadar hosil bo'lyapti. Bizda ham mana 27 bilan 27 kesishgan, xuddi mana 26 bilan 26, 25 bilan 25, 24 bilan 24. Bizda mana qiramiz bo'ldi. Hozircha bunga ishga chiqib turamiz. Kelar joyi keyin qarinlashtiramiz. Bu tomoni ham. Mana bu tomoni. 26 bilan 26, 25 bilan 25. Hozircha bizga mana holatda chiqyapmiz. Aparatni keyin tushuntiramiz. Hozircha aparatga e'tibor bermaymiz. Aparatni keyin alohida tushuntirib o'tamiz. Agar aparat yo'q bo'lganda, aparat yo'q bo'lganda, ba'zan o'yilganda bir holatda bo'ladi. Tuproq tashlangan joyi. Bu tuproq tashlanganni chegarasi, yana tashlamani chegarasi topishimiz uchun mana misol uchun 26 bilan tapalar horizontalni 26 kesishgani, 25 bilan 25 kesishgani, 24 bilan 24 kesishgani bizga mana bu tashlamani ko'tarmani chegarasini aniqlaydi. Buning uchun mana bu tomondan bo'lsa 27 kesyapti, 26 ni kesdi, 25 bizga shart emas, chunki mana qiradan o'tyapti. Qiradan o'tyapti. Mana bizda mana holatda bo'ldi, mana qiradan o'tdi. Bu tomoni 27 bilan 27 kesishdi. 26 bilan mana 26 kesishdi mana bu joyda. Mana 26, 25 bilan 25 kesishdi. 24 bilan mana 24 bu tomonga ketyapti mana qiradan. Bu tomonga harakatlantirganimizda mana qiradan o'tyapti. 23 shartda mana agar 23 bo'lsa, ma'lum birlashtirganmi faqat ikkalasi tushirganmiz qoladi. Tushunarli-ya? Qiradan kesib o'tsa bu. Endi bu tomoni. Tushunmoqda. 27. Agar 27 davom ettirganimizda mana bunday kesardi. 27 dan. Mana 27. 26. Mana bunday kesyapti. 25. Mana bunday kesdi. 24. Bor mana bunday kesdi. Mana holat tuzilganda mana bizga ikkita tugun nuqtamiz hosil bo'ldi. Ya'ni birinchi tugun nuqtamiz mana bo'lsa, ikkinchi tugun nuqtamiz mana bo'ldi. Bu tashlamani, ya'ni ko'tarmani chegarasi, qirralari o'zaro kesishgan joyi tugun nuqta bo'ldi. Bizga ham mana tugun nuqta bo'ldi. Ve mana qirrani tugun nuqtamiz bo'ldi. Qirrani qalinlashtirib bo'ladi. Bo'ldi va qara shungacha qalin bo'ldi. Ko'tarmani va chegarasi ma'lum qarinlashtiramiz. O'sha tugun nuqtagacha ma'lum ham qarinlashtirib tugun nuqtagacha faqat mana shu joyini qarinlashtirmayapman, chunki aparatni bajarishimiz kerak bo'ladi. Tushunarli-ya? Mana shu joyni yana qo'ymayman. Aparat qo'ygan. Kelmagan talabalar bo'ladiganmi, o'zimizga qo'ygan, variant olmagan, variantni o'ziga qo'ygan. Davom ettiramiz talabalar. Aparat aslida qiyin emas, oson, faqat tushunib olishimiz kerak. Aparatni qanday bajaramiz? Silindr chizardi, istas. Konus. Endi aparat. Qarab qil. Mana masalan mana joyda chizaman, chunki mana shu joydan foydalanishim kerak, chunki gazga kichkina.
metr balandlik ko'tarilgan, mana bu 2 metr balandlik ko'tarilgan. Mana 1 metr, mana 2 metr bo'lib balandlik bo'ldi. 2 metr balandlik. Faraz qiling. Mana 0 bo'lsa, mana 1 metr balandlikdagi konusimiz bor. Mana mana 2 metr balandlikda ham konusimiz bo'lsa, Keyin pastda. 2 metr balandlikdagi konusimiz mana. 1 metr balandlikdagi konus, 2 metr balandlikdagi konus. Xuddi konusimiz yuqoridan qaraganda mana bu radiusimiz, mana radiusimiz. Mana aylana bo'ladimi? Shu aylana radiusimiz bizga. Agar bu ko'tarma tomonda bo'ladigan bo'lsa, mana bu intervalga teng bo'ladi. Tushunadi-ya? Intervalga teng bo'ladi. Endi agar o'yma tomonda bo'lsa, o'ymaning intervaliga teng bo'ladi. Lekin mazkur